Bugun 17-noyabr. Bizning Toshkent gumanitar fanlar universitetida talabalarimiz uchun bayram konsert tashkillashtirmoqda. Kelinglar, hozir sizlar bilan birgalikda talabalarimizning kayfiyatini, bayram shukuhi haqida o'z fikrlarini bilib olamiz. Hozir bayramimizni tashkillashtirayotgan, rejalashtirayotgan Tinib Tinchimiz Hoji Akbar akadan suhbat olamiz. Hoji Akbar aka, assalomu alaykum. Hormang aka. Bayram kayfiyatlari qanaqa? Zo'r. Aka, shu universitetimizda nima bayram bo'lsa, qanaqa konsert bo'lsa, har doim siz o'zingiz bosh-qosh bo'lib rejalashtirasiz. Mana shu universitetimizda o'qiyotgan talabalarga o'zingizni ikki og'iz dilingizdagi tabriklaringizni bildirsangiz. Bu nafaqat bizning mehnatimiz emas, bu yerda rahbariyat, qolaversa mana butun jamoamiz mehnati turibdi. Bu talabalarimizga omad tilayman kelgusi faoliyatlarida, zafarlar tilayman o'qishlarida. Xudo xolisa magistraturalarda ham, bosqichlarda ham shu yerlarda o'qib, shu xalqimizga, vatanimizga shu xizmat qiladigan yetuk kadrlar bo'lishini tilab qolaman. Qizlar, assalomu alaykum. Bayram kayfiyati qanaqa? Chutki zo'r hammasi. Zo'rmi? 17-noyabr Xalqaro talabalar kuni bilan hammalarni tabriklayman. O'qishlariga omad. Universitetimiz kelib o'qishlarini tavsiya beraman. Rahmat, katta o'qishlaringizga omad.